O'g'al bola anda qilmaydi, o'g'al bola manda qilmaydi. O'g'al bola o'g'anki manda qilish kerak. O'g'al bola o'g'andikan, voy. O'g'al bola charchadik o'g'allar. Bu o'g'al bola degan odam, o'g'al bolaning yuragi tatva, o'g'al bolaning yuragi og'riydi. Bu qiz bolaga o'xshamaymiz-ku biz. Qiz bola degan yuragidagi azob uqubat qiyinchilikniki 100% sundasa qanday? 40% eshib keslam qiz bola pang'a yig'lay oladi endi. Yig'lab hammadamlarga o'ziniki qiyinchilik uchraganini bildirib qila oladi. O'g'al bola o'xshamaydi emasmi? O'g'al bola degan nihoyat qaysar keladi, o'xshamaydi hech kimga. 99% gacha chidab boqamiz biz o'g'allar. 99% gacha chidab boqib ko'zimizda hech qanday yosh chiqarmaydi. Ammo yuragimiz qattiq yig'laqliq, uni o'zimiz his qilamiz. Shuning uchun o'g'allar oson emas. Bizga hozir o'g'allar qaranglar. Hammamiz tirishyapti. Pul topmaydi. Mayli kichik ish bo'lsin, mayli cho'ng ish bo'lsin, mayli u bo'lsin. Chiqib pul topadigan ish bo'lsa hozir o'g'allar qilib qo'yapti. Nimishqa shu jahon ashta bo'lib qoldi, pul tepish muhim bo'lib qoldi. Cho'nglar deydi ba'zi vaqtlarda odam ko'ziga ilmaydi bir xil. Sendagi ishimda anda pul topib bo'lgan, sendagi ishimda manda qilib bo'lgan. O gaplar mencha o'zim tiz degandek bir to'g'ri anglanmaydi hozir menga. Nimishqa desanglar, o'z cho'nglar sizlarning davringlarda o pul tepish osonti. Pul topadigan ish 10 tal bo'lsa, hashlaydigan ishimiz 10 tal desang davringlarda. Bizning hozirgi davr qaranglar. Bizning hozirgi davrimizda pul topadigan ish 10 tal bo'lsa, hashlaydigan ish 10 ming tal hozir. Jahon pek changlashib ketib bordi. Ammo biz yana tirishyapmiz yoshlar. Pul topadigan ish bo'lsa qo'limizda tiqib qo'yamiz. Shuning bizga madad beringlar cho'nglar. Ajalli qashpon atayvermay, jandek vaqtni ana topgan deb. Bizlarning madadinglarga, qo'llashinglarga muhtoj.